Salom mening hurmatli yubinchiklarim. Sizlar bilan bugun огородimizdagi olmani yeb ko'rsataman. Mazza. Sizlar bilan yosh o'suvchi o'tlar bilan tanishamiz. Mana bu o't bu yerdan bunday qilib suvni qisib chiqarardagini tortib nima qilardi. Keyin mana bu yerdan suv chiqardi, dagini urishtirardik. Ikkita nimani suvni nima qilib urishtirardik. Kim yuzsa o'shaniki edi. Kim ne qilardi? Xo'rozmi, jo'jami deb oldindan so'rardi. Kimdir xo'roz desa, kimdir jo'ja desa, masalan bunday qilsa jo'ja, xo'roz mana. Bu yerda xo'roz rasmi chiqdi. Masalan, kimdir xo'roz desa, xo'roz mana xo'roz chiqdi. Ikkinchisi tovuq chiqishi mumkin. Tovuq, jo'ja, shunaqada. Bu jo'ja chiqdi. Mana. Ana mushuk yarmidi. Mushukmidi? Nima deyardi? Shuni bunaqa yuradigan o't deyapti. Mana. Ne qilardagini buni maktabda sinfdoshlarimiz ne qilardagini otardi. Ne qilib yopishib qolardi bu sochimizga. Shular hozircha menda. Xayr, keyingi postlarimgacha.